o'sha o'tganda to'liq bu shu shaklga biz yaqinlashtirib kelishimiz kerak. Hozir buni ham xudo xohlasa kelajakda xuddi shunaqa mexanik kesimga o'tamiz. Shuning uchun buni hozir sekin-sekin shunga tarbiyalab, asosda shunga qarab boryapmiz. Endi buni kesim keladigan bo'lsak, bu xuddi shunaqa kesim, bu devor usuliga yaqin kesim va shunga qarab boradigan usul kesim bu. Demak, tepadan o'zlarida juda ham uzun shoxcha bor va uchun pastida meva bor. Shuning uchun kesib qo'yamiz buni. Qolmadi. Maylarni tashlaymiz. Shu yerdan ketdi. Bu yerdan hosil ko'p mana. 4-5 ta hosil bor, u uncha hosilni ko'tarmaydi hech qachon bu meva. Mana nodamiz. Sifatli meva yetishtirishimiz kerak. Eng g'alami bitta bizlar ishimiz mana shu deylar xuddi shunaqa bo'ldi. Sifatli meva yetishtirishimiz kerak. Sifatsiz ko'p bo'lganda foydasi yo'q endi. Shuni qaraymiz. Mana bu yetali ortiqchasi mana. Kesyapmiz mana. Shuni qaysi mana shunaqa 1 metr 10 sm bo'lgan qaychilar bilan kesish kerak. Buni ham tez bo'ladi, ham ishingiz ham tepani kesishga masalan deylik muammosi bo'lmaydi. Hozir misol uchun tepada platforma bersangiz, platforma mana shuga kelsa, demak shu yergacha 3 ta simgacha biz kesamiz. Keyin tepani to'liq platforma o'zi oson kesadi. Agar platforma pastga tushmaganda shoxlar qolib ketadi. O'sha uchun mana bu yetmaydi. Chunki men hozir bu qaychi bilan bemalol tepani ham kesishim mumkin. Tepa qismigacha. Buni qaraysiz, demak, bu yoqqa o'tib ketgan juda ham o'z kesim bo'lsa, buni salqatirib qaytarishimiz mumkin. Xo'sh, bu mana tizimda, demak, buni hosillarni kamaytiramiz. Kichkina kuchsiz shoxchilarga kam qo'yamiz meva. Shoxlarga kichkina qo'yamiz, kam. Pastga bir ketyapti bizda ham. Xo'sh, bundan ketaman. Olinyaptimi? Juda ketyaptimi? Va bu yerga qalashib ketyapti. Keladimiz. Shunaqa tarzda kesamiz. Keyin kesim to'g'risi shunaqa kesishim kerak. Kesim qachon kesish kerak daraxtlar degan savol bo'ladi. Daraxtlarni kesish eng yaxshi vaqti bu 100% darajada tushganda. Eng juda ham erta boshlamoqchi bo'lsangiz 70-75 tushish kerak. Chunki sabab nimaga? Chunki butun tanadagi zaharli moddalar, ortiqcha moddalarni barglarga chiqaradi daraxt. Va barglardagi butun ozuqalarni o'ziga olib, keyin barglar tushib ketadi. Demak, shungacha bizlar kutib turish mumkin. Sababi bizlarga ozuqalar bunga o'sha barglardan to'liq ozuqalarni bu daraxt olish kerak. Bu o'zidagi to'liq zaharli moddalarni bu barglarga berish kerak. O'sha uchun xuddi shu usulda barglar tushgandan keyin boshlashimiz kerak. Yozda kesim bu boshqa, umumiy kesim olayotganda shunaqa kesim qilamiz biz. Xo'p, demak, u tomonga o'tamiz. Buni bu tomonga yetarli bo'lib shoxga ham tegilmaydi. O shoxni sifatiramiz o'zi. Bu tomonga o'tamiz. Shu tarafga ketdik. Bu tomondan kesganimiz, yana shunaqa shoxchilarni nima qilamiz? Bizlar shoxni olib tashlaymiz aka. Shoxni olib tashlaymizda shuni mevali shoxga qaytarib qo'yamiz. Endi bu shoxlardan hop teknik bo'lsa yetarli. Ko'p mevasi, juda ko'p mevasi. Mevasi qisqartiryapman. Shuni olyapsizmi? Qisqartayotganlarni? Shuni olamiz. Demak, bir boshidan kesib kerak. Ko'ryapsiz, tepadan boshlab pastga qarab sekin-sekin tushyapmiz. O'shanaqa tartib bo'lish kerak. Iloji boricha tartibga amal qilish kerak. Chunki mana bu yerdan kesiversangiz bu aylanib tugamaydi-da. O'sha uchun buni tez-tez kesish uchun kesish yo'li bittasi tartib bilan kesish. Mana kesildi. Qaytarildi. Qo'yildi. Xo'sh. Bu tashqari chiqib ketyapti bu. Qaytaramiz, mana juda uzun. Demak, daraxtni
Qazası kesilgan bo'lsa bu shoxlar tushib chiqishi kerak. Shoxlar tepasida qolmasa kerak. Yili bo'yi bular turadi endi. O'tib kesilmagan daraxt qo'shib turadi. Qo'shib pastga qarab ketyapti. Pastga qarab ketgan shoxni kesib olmaysiz. Mana shu. Kesib qo'yasiz. Pastga qarab ketyapti. Demak, mana ko'z. Umid shakl mana bu. Meyvani qaytaryapsiz hammasini. Meyvani ham bu ko'rsatganimda xuddi shunaqa meyvani mana qarang bu yerda. 2-3 ta meva bor shunda ham. Bitta qo'ysak yetadi shoxchaga. Tamam, shu shoxdan har bitta shoxchaga bizlar shox kesimini to'liq shunaqa qilib e'tibor beryapmiz. Bitta shoxchaga to'liq e'tibor berib, har bitta shoxni qarab, uzunligiga qarab, qalinligiga qarab, hosilni qanaqa sifatli berilishiga qarab biz kesyapmiz. Demak, mana bunaqa hech joyda kamaytirib tashlanadi. Mana bu yerda kamaytirish juda bizga ham arzonga tushadi, ham oson bo'ladi. Keyin hosilda prosesirlatish qiyinga tushib ketadi. Umumiyda shunaqa. Bu daraxt hammasi potensialiga qarab plus minus hozir bu kesilgani plus minus 40 tonnaga yaqin hosilga qarab kesilgan 100 ta 120 ta plus minus meva bor. 100 ta 120 ta mevani hisobladik, biza ko'rdik. Sanab chiqqanda keyin bu yerda 3,5 ga 90-80 atrofida ekilgan 3500 ta plus minus hozir biza hisobladik 3150 ta bu yerda bor 1 gektarda. Plus minus hisobladik 3000 ta daraxt hisoblasanizlar. Demak 100 ta meva qo'ysak plus minus bizlarga yetarli meva beradi.